Durdonaxonning gaplaridan xavotirga tushadi. O'zi soddaroq o'zbekcha, ya'ni tilda tushuntirishimiz kerak. Asli sinfi davom etadi. Soati davom etadi. Lekin bizni maktabga kelgan bolaning saviyasi agar 5-sinf saviyasida bo'lsa, o'zi 8-sinf bo'lsa, o'qituvchilarimiz vaqtini ajratib, darsdan tashqari tarzda o'sha shaxs bilan shug'ullanadi. Vaqtini ajratadi degani bu. Ya'ni 2 barobar ishlaydi ustozlar. 3 barobar ishlaydi. Bu degani hozir o'ylamaydiki odamlar. Meni bolam 8-sinfida, Power High Schoolga kelsa 5-sinf bo'lib qolar ekan, 3 yil yo'qotar ekan. Emas. Bunaqa emas. Shunaqa tushunib qolmaslik kerak. 8 davom etadi. 5-sinf saviyada biz 8 bilan orqasini yopib olib davom ettira olmaymiz. Nimaga? Maktabning saviyasi birdan olib borishimiz kerak. Shuning uchun buni biz kashfiyot deb aytyapmiz. Ya'ni bizning maktab darajaga bo'lib o'qiladi, daraja. Maktabdan tashqari dars tugagandan keyin o'qituvchi olib qoladi uni ingliz tilimi, matematikasimi, tarix fanimi, haqiqiy davom ettiradi, to'ldirib oladi. Narigi tomonda dars davom etadi degan ma'no. Men endi ko'ruvchilar tomonidan eshitib turganim uchun izoh qo'yaman. Ustoz bitta voqelikni katta kichikligiga qarabda, odam insoniyatga ta'sir kuchiga qarab bir jamiyatni u yoq-bu yoqqa tashlashi mumkin-da. Kuni kecha nihoyasiga yetgan yozgi olimpiada o'yinlari kecha kechqurun topshirildi ota-onalarga 600 ming tepasida kumushlarga bronza. Ko'pchilikni xabari bor bu summalardan. Xo'sh, 30 yil oshiq vaqt ichida yashirmaymiz O'zbekistonda baribir ta'limga qaraganda, maktabdagi ta'limga qaraganda, musiqa ta'limiga, sport ta'limiga e'tibor kuchli bo'lgan. Va kechagi olimpiadada ko'rsatilgan natijalar taqdirlanishi bu narsa hamon davom etayotganda ham kuchayib davom etayotgani ma'lum bo'ldi. 30 yil deb bekorga eslamadik. Endi 30 yil ichida hamma o'sha 30 yil har yili ham emas. Mustaqillikni boshlang'ich yillarida sportga ham u qadar emas, xususan olimpiadaga ta'tilga e'tibor u qadar emas. Shuning uchun biz adashmasam bir 20 yil Alisher Muhammad Qodir Abdullayevni Artur Taymazovni ura-ura qilganmiz. Endi so'nggi yillarda baribir e'tibor kuchli. Nima deb o'ylaysiz? Kechagi taqdirlanish katta hayotga qadam bosib, qanday kasb tanlasam ekan, qanday yo'nalishda ketsam ekan deb turgan bolalarning xayolini buzmaydimi? Masalan, aytaylik, zo'r injener bo'lish kerak bo'lgan bola bugun tahvili boks tanlab qo'ymaydimi? Bu borada o'z aslida mana shu mavzuni men yoritmoqchi edim. Millatning rivojlanishi bir soha bilan o'lchanmaydi. Masalan, sport bilan rivojlanib ketgan davlat hamma sohada rivojlangan deyilmaydi. Yoki injeneriyasi rivojlangan davlatda hamma sohada rivojlangan deyilmaydi. Bir davlat qaysidir sohada rivojlanayotgan bo'lsa, demak, uni atrofida boshqa sohalar ham rivojlanayotgan bo'ladi. Bu natijaga erishish bitta shu sportga bergan urg'uni orqasidan emas. Sport bugungi kundagi mana Fransiyadagi olimpiadada bo'lgan vaziyat nafaqat sport, bu yerdagi insonparvarlik mavzulari, adolatsizlik, ayol kishini chiqib olib erkak kishi urayotganligi, bu ya'ni biz ko'pchilikka havas ko'zi bilan qarayotgan mamlakatlarni axloqiy tomondan inqirozini ko'rsatyapti. Lekin Qirg'izistonlik bir bokschini o'zbek treneri kelib yordam berdi. Qozoq treneri yordam berayotgani, uni yutganidan xursand bo'layotganimiz. Qirg'izlar bizga qarsak chalayotganda bu bizning yutug'imiz. Men ko'p shunaqa holatlarda o'zi xulosa qilib yurardim. O'sish navbati O'rta Osiyoga kelgan. Chunki o'sish ya'ni imkoniyat darajalar ko'chib yuradi. Bir paytlar Forsda bo'lgan, bir paytlar Rimda bo'lgan, keyinchalik Iroqda, Bag'dodda bo'lgan, bizda bo'lgan ma'lum akademiyalar Buxoroda bo'lgan, keyin Andalusiyada bo'lgan. Hozir endi Yevropada bu o'sish jarayonlarini navbati kimda hozir?
degan savol. Men shuni biz zamonlarda derdim. Nimaga desa bizda millat uyg'onyapti. Ta'lim haqida gapirishyapmiz. Ta'lim haqida boshqa yaratilgan mahluqotlar ichida insonda bitta xususiyat bor. Nima xususiyat? Tushunish xususiyati bor. Hamma mavzuga, hamma ta'limga ya'ni urg'u beradigan nuqtasi tushunishga bog'liq. Agar biz ta'limni tushunish mavzusini doirasida olib kelsak, millatlar rivojlanishi tezlashadi. Biz ta'limni eng katta xato yodlatish ustiga qurganimiz. Testlar shuning uchun odamlarning saviyasini pasaytirib yuboradi. Nimaga? Ular testga ko'ra arifmetik hisoblar yo'chib ketsam bo'ldi. Yo'q. Biz tushunish ustiga qurishimiz kerak. Buni Ibn Xaldun aytgan. Davlatni, jamiyatni rivojlanishi ta'limga bog'liq. Ta'lim tushunishga asoslanishi kerak. Tushunib o'qitish kerak. U tarix haqida gapiradi-da, mana tarix hali o'qituvchilarimiz bor. Ma'lumot bilan foydali ilmni farqi jumla tuzishda deydi. Masalan, bitta jumlani qarang. Amir Temur o'zining davrida Samarqandni butun dunyoning sayqaliga aylantirgan. Bu ma'lumot. Bu ilm emas. Nimaga? O'qisangiz, Amir Temur Samarqandni butun dunyoning sayqaliga aylantirgan ekan. Bu ma'lumot. Endi xuddi shu jumlani ilmga aylantirib o'qit deydi Ibn Xaldun. Nima degani? Agar jamiyatda adolatni o'rnatsang, xalqlarga yaxshi ta'lim bersang, o'sha jamiyatni butun dunyoni sayqala qilishing mumkin deydi. Ikkita jumla bir xil. Ikkinchisida foydali ilm bor. Nima qilishim kerak? Jamiyatni rivojlantirishim uchun qaysi tushuncha bilan yurishim kerak degan savolga ikkinchi jumla javob beradi. Birinchi jumlani biz o'qityapmiz-da. Amir Temur tug'ilgan, vafot etgan. Alisher Navoiy tug'ilgan, vafot etgan. Bizga nima kerak bu? Bizga bu ma'lumot nima kerak bu? Nimaga Alisher Navoiy bo'lgan? Nima qilsa davlat rivojlangan? Tarixdagi bu jamiyatni oldiga qo'ygan vazifasini nima asosida amalga oshirganligini o'qitishimiz kerak. Ta'limdagi urg'u shu. Endi shunda sport ham rivojlanadi. Ta'lim ham rivojlanadi, siyosat ham rivojlanadi, iqtisod ham rivojlanadi. Masalan deylik, biz shunaqa jamiyat quramizki, sportchilarga davlat taho beryaptimi, o'qituvchilar tahoni o'zi olayapti. Ya'ni u unga havas qilmaydi. Havas qilmaydi, balki unga balet qiladi. Bu bizning millat deydi, bizning xalqimiz. Biz rivojlanish jarayonini agar men o'zim o'ylab yurgan narsa ta'limdan boshlamas ekanmiz, ta'limni tushuntirishdan boshlamas ekanmiz, bu sistema ya'ni natija bermaydi. Va bu bitta avlod bilan bo'lmaydi. Butun millat birdaniga rivojlanishi uchun bitta, ikkita, uchta avlod kerak bo'ladi. Hozir mana mustaqillikdan keyin 30 yil o'tgan bo'lsa, 33 yil. Bitta avlodni biz o'tkazdik mustaqil holda. Ikkinchi avlod natijalarga erishishni boshladi. Uchinchi avlod, ya'ni dunyoga lider bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi agar shu tarzda ketadigan bo'lsak. Albatta xursandmiz yutuqlarimizdan sport sohasida, ya'ni bu yilgi natija O'zbekiston tarixida yo'q. Hatto SSR davrida ham bu natija yo'q. Demak, rivojlanish bor. Bitta bu soha bilan demayapmiz. Atrofda bu kadrlarni yetishtirish uchun iqtisod ham kerakmidi? Puli bo'lmasa rivojlanolmaydi. Ularga ta'lim ham kerakmidi? Bolalarni qarang axloqini. Ya'ni bizni bolalarimizni o'sha olimpiadada hamma havas qilyapti. Butun dunyo rasmlarini qo'yyapti mana bu bolani axloqiga. Demak, rivojlanish bor. Lekin nuqtalarimiz bor, hali yetishib kela olmagan. Mana hozir Durdonaxon aytayapti. İngliz tili bilan IT'ni o'qitsa bo'ldi, SAT'ni o'qitsa bo'ldi degan tushuncha bu propaganda qurbonlari. Chunki biz ingliz tilini o'qitamiz, bizda SAT bor, IT bor, ingliz tili bor, lekin bolalarimizga o'z tilingni o'zlashtirmaguncha boshqa til senga foyda bermaydi degan ta'limga ketamiz.